Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Eski tartib bo'yicha tibbiy ma'lumotnomani olish uchun shifoxonaga borish va navbatlarga turish talab etilardi. Endi barchasi raqamlashdi. Xalq tilida aytilgan o'sha 086 forma, ya'ni o'sha 086 shakldagi tibbiy ma'lumotnomani MyGov.uz orqali onlayn olish tartibini bugungi video yo'riqnomada biz sizga ko'rsatib beramiz. Bu turdagi ma'lumotnoma oliy ta'lim muassasalari, litsey va kollejlarga hujjat topshiruvchi abituriyentlardan so'raladi. Sportchilar va ishga kiruvchi nomzodlar, sudyalik lavozimiga tayinlanadiganlar, muruvvat va saxovat uylariga yo'llanma oluvchi keksalar hamda nogironligi bo'lgan shaxslar mana shu so'raladigan tegishli idoralarga olib borishlari zarur bo'ladi. Aynan mana shu ma'lumotnomani qanday tartibda yuklab olamiz va o'zimizni so'ralgan manzilga taqdim etamiz. Xullas, tayyor bo'lsangiz boshladik. MyGov.uz ilovasiga odatdagidek o'tamiz. Ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz lozim. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz kanalda bu bo'yicha video yo'riqnoma mavjud. Albatta buni ko'rib, demak, so'ngra jarayonni davom etsangiz bo'ladi. Shuningdek, kanalimizni yangi kuzatayotgan kuzatuvchilardan kanalga obuna bo'lishni so'raymiz va bizni qo'llab-quvvatlab kuzatayotganlar barchangizni like bosib bizga madad bo'lib turishdi so'rab qolardik. Sababi aynan sizning like'ingiz bizni kontentlarimizni davomiy qo'yib borishga va video yo'riqnomalarni shu tartibda ko'rsatishga bir imkoniyat yaratib berardi. Xullas, MyGov.uzga kirib oldik. Shundan so'ng xizmatlar shu yo'nalish orqali sog'liqni saqlashni tanlaymiz. Va bu yerda eng quyi qismiga pastdan 086 shakldagi tibbiy hujjatni olish degan xizmat mavjud. Aynan shu xizmat orqali o'tamiz. Demak, xizmat bepul, avtomatik tarzda jarayonni yakunlashingiz bilan sizga o'sha avtomatik ma'lumotnomani yuklab beradi. Xizmatdan foydalanish qilib jarayonni davom etamiz. Ma'lumotnoma turini tanlang degan bu yerda aynan yuqorida biz tegishli kimlarga so'ralishi mumkin bo'lgan toifalarni sanab o'tdik. Aynan shu toifalar yo'nalishida o'zingiz qaysiga oid bo'lsangiz shuni tanlab, demak, jarayonni davom etsangiz bo'ladi. Demak, abituriyentlar, sportchilar va ishga kiruvchilar. Keling, bizdagi holatimizda aynan mana shu kelgusida abituriyentlar o'qishga topshirishni inobatga olib, deylik, mana shu ma'lumotnomani yuklab olishni bir urinib ko'ramiz. Bu yerda yagona birgina jarayon, matematik amalni bajarasiz va yuborish tugmasini bosasiz. Demak, sizda 086 shakldagi tibbiy ma'lumotnoma mavjud emas. Ma'lumotnomani olish uchun avval tegishli tibbiyot muassasasiga tibbiy ko'rikdan o'tishingiz so'raladi degan mazmunda bizga shaynon e'lon joylashtirildi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, 086 shakldagi tibbiy ma'lumotnomani olish, man aynan tibbiy muassasaga borib, ko'rikdan o'tgandan so'ng ma'lumotnoma shaklini bu yerda yuklab olishga imkoniyat yaratadi. Bugungi kontentimiz aynan shu mazmunda edi. Kontentimizni yana takrorlaymiz. Yoqqan bo'lsa like bosib bizga madad bo'ling. Bu videoni aynan egasiga yetib borishi uchun like'larni ko'paytirsak, men o'ylaymanki, shu xizmatga muhtoj bo'lganlarga yetib boradi va ularga manfaatli bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.